Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bizning futbol jamoamiz va bugungi videoda bizda penalti challenge bo'lib o'tadi. Bizning vatanimiz Niyabichni. Ko'kka borishga anaqa speed o'ynadi ham. Tushuntirib o'taman. Vatanlar shunday bo'ladi. Bu esa shtangi, bu ham esa shtang. Bu yoqga mana bu yoqga gol urish. Bu yoqga golga chiqib ketsa gol bo'lmaydi. Hozir bizda so'ziki, keyin bilan shu bilan futbol va 3 ta papitka mana bizning varaqlarimiz. Hello. 3 ta papitkadan bunda 3 ta papitka, mendan 3 ta papitka. Qani bo'lsa biz ketdik. Man hech narsa zonziki. Zonzik. Ali. Boshla. Tuk. Bu bolani birinchi urinishi, mana. Zarba. Gol. Bartarimiz Chilida. Yana Chile. Bu bolani birinchi birinchi tepishi. Golmas. Voy yo, vallahi yo. Qaraslarni, men siz ko'zim bilan qaytardim-da. Bu varatar bo'lsa ham ko'zim bilan qaytaraman. Bu bolani ikkinchi urinishi, qani? Ko'ramiz. Va zarba. Gol emas ekan. Nima deysiz? Aytolmayman. Gol urolmadim chunki. Bu bolani ikkinchi urinishi endi. Boshlaymiz. Yo'q. Gol emas. Nima deysiz? Kamitali bor. Aytaman. Va prostit. Bu bolani hozir gol ursa, yutadi. Qani? Deb ko'ringchi-da. Gol emas. Yo'q, gol emas. Favtor qilish kerak. Men spesial menga qaraydi. Bu yoqqa qarab keting. Gol bo'lish kerak. Bo'lmaydi. Lina gol emas. Lina gol emas. Agar gol chiroyli chiqadi. Bu bolani hozir gol ursa, teng bo'ladi. Agar gol ura olmasa bo'ldi. Ana bu bola Yo'q. Gol. Gol emasmi? Hozir komentariy bering. Varda. Seyf qilgan odam. Nima deysiz o'zingiz? Komentariyami? Davay. Qizlar, keyingi rolikda yutishga harakat qilaman. Rahmat ko'rganingiz uchun kattakon. Like va podpiska, keyingi videolarni kutib boringlar. Qani bo'lmasam, hammaga xayr.